أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز قرنداشlar. Bugünkü dersimiz el-fa'il. Şu fa'il hakkında to'xtalamiz. Dersimiz şu fa'il degan nima? Fa'ilning pil bilan bo'lgan munosabati, fa'ilning odatda jumladagi o'rinlari, fa'ilning pildan keyin kelishi va burun kelsa bulanti bo'lmamdi, fa'il bilan pilning o'rtasidagi munosabatlar deganga o'xshash mazmunlarga to'xtalamiz va shundaqla fa'il erlik bo'lsa pil qandoq keladi, fa'il ayollik bo'lsa qandoq keladi degandek va shundaqla fa'il bilan pilning o'rtasiga fasil kiramdi kirmamdi va shunga bilan birga qandoq pillarga fa'il kiradi va qandoq pillarga fa'il ketmaydi degandek haqida to'xtalamiz. Fa'il pilga fa'il lozim bo'lishi uchun, ya'ni pil fa'ilga muhtoj bo'lishi uchun qandoq shartlar bilish kerak degan haqida to'xtalamiz. Birinchi savolimiz al-fa'il ma huwa al-fa'il? Fa'il degan nima desa, fa'il ismun marfu'un qablahu fi'lun tam va fa'ala al-fi'la aw ittasaba bih. Fa'il ismun, yani fa'il ismun marfu'un qabla fi'lun tam. Yani fa'il degan boshqa ishlab kelgan bir ism. Yani fa'il boshqa ishlab kelgan ism bo'ladi. U fa'ilning oldida to'liq fe'l so'zlangan bo'ladi. Demak, fe'lning oldida fa'ilning oldida so'zlangan fe'l to'liq fe'l bo'lishi kerak. Agar to'liq fe'l bo'lmay naqslab qolsa, bu naqs fe'ldan keyin kelganini biz fa'il demaymiz. Masalan, naqs fe'limiz kanni misol olsak, kana Muhammadun aliman desak, beshara Muhammadni kanining fa'il demay, kanining ismisi deb qaraymiz. Shunga to'liq fe'l kelsin dedik. Va fa'alal fi'la va ma'lum bir ish harakatni qilgan yoki shu ish harakat bilan ma'lum ish harakat bilan sifatlangan boshqa ishlab kelgan ism dedik. Unda bo'lganda u fa'il bo'lishdan ma'lum ish harakatni qiladi. Masalan, takallama Muhammadun desak, Muhammad so'zlar desak, so'zlashdan iborat ish harakatni qilgani Muhammad bo'ldi. Yoki avut tasababi shu ma'lum ish harakati bilan sifatlangan boshqa ishlab kelgan ism dedik. Masalan, ibtatahal bab, eshik ochildi desak, buni bu yerda al-babu iftataha degan fe'lning fa'ilidir. Echilish degan ish harakati bilan sifatlangan yoki echilishdan iborat ish harakat shu bab bilan vujudga chiqqanligi uchun avqami bih deymiz. Shunga al-babini fa'il deb qaraymiz. Shunga yoki u shu ismning oldida qablahu fi'lun tam va fa'alal fi'la aw ittasaba bih aw shibhul fi'l, yoki shu ismning oldida shibhi fi'l so'zlansin bo'ladi. Fi'l fa'ili fa'ilning shu amili yoki fi'l bo'ladi, to'liq fi'l bo'ladi yoki shibhil fi'l bo'ladi. Shibhil fi'ldan bo'lgan murod bu yerda ismul fa'il, sifat mushabbah va masdar deganga o'xshashlar va ismut tabzil degandaklarni ko'rsatib turadi. Shunga fa'il butgan fa'ilning oldida cho'qim to'liq fe'l keladi. To'liq fe'l kelsa ya uning oldida masdar keladi yoki fa'il odatda uning beshida sifat mushabbah keladi yoki ismut tabzil keladi ya sigatul mubalagh keladi deganga o'xshash. Endi fa'il ismun marfu'un dedik. Boshqa ishlab qiladigan ism dedik. Fa'il ismun marfu labzan va mahallan. Labzan va mahallan boshqa ishlab kelgan ism bo'ladi. Ja'a Muhammadun deganga o'xshash. Mishalga ja'a Muhammadun labzan va mahallan boshqa ishlab keldi. Endi ba'zi mahallan marfu labzan mansub yoki labzan fatha yoki labzan
kasra yoki labdan zamma bo'lib qilgan ahvollar bor. Masalan, jaa haulai desak, haulai degan fa'il labzan kasra mahallan marfu bo'ladi. Ra'aytu haulai desak, uçadı mahallan mansub bo'lgan o'xshash. Endi u fa'il shundaqla labzan majrur qilgan ahvolim bor. Labzan majrur bayamga o'xshash mabni bo'lganlik sababdan yoki harfi jarning sababi bilan yoki muzof ilay bo'lganlik sababdan fa'il labzan majrur mahallan marfu bo'ladi. Masalan, labzan harfi jar bilan majrur bo'lgani, masalan harfi jar ba zaide olab kelgan bilan masalan va kafa billahi shahida deki billahi ba huruful jar zaid i'raban. Lekin i'rab jihatda zaid bo'lgan bilan o ta'kid uchun kelgan bo'ladi. Billahi jar majrur labzan majrur mahallan marfu deymiz. Yine mahallan marfu in alamatul rafi ad-damma al-muqaddara mana'a zuhuruha بشغل حركة بعد سكمل بانın talebi bilen baninki taqazzası sebeplik ahir meşgullab qilib aşu faillik hareketi aşkar oluş çeklengen. Şunun muqaddar dammatun muqaddara deymiz billahi ki ve kefa billahi ki billahinin fail deganimizdan. Yoki harfi jar bo'lgan min bilan kesimidi ma ja'ani min ahadin desek ja'ani min ahadin ki min ahadin fail labzan majrur mahallan marfu. Ma ja'ani min ahadin ki min ahadin ki min harfi jar zaid ahadin majrur mahall fa'il mahallan majrur nima labzan majrur mahallan marfu fa'il alamat rafi ad-damma al-muqaddara deymiz. Yoki harfi jar bo'lgan lam bilan bo'lsin bo'ladi va yoki undan boshqa biz masdarga muzab bo'lganini kelsak, masalan a'jabani ikromu Muhammadin abahu desak, men Muhammadning dadasini hurmatlaganligidan hayron qoldim. Ajoyib bir xil hurmat etganda buning dadasi degandek, mushu ikromu Muhammadin abahu desak yoki ikrom Muhammadin sadiqahu desak, mishada ikrom a'jaba degan tilning maf'ulun bihi bo'ladi. Ikrom a'jaba degan tilninki masdar fa'il bo'lib mudaf, Muhammadin mudaf labzan majrur mahallan marfu deymiz. Yine mahallan marfu urun jihati boshqa ishlab kelgan fa'il deymiz. Shunlashqa ma'na jihatda fa'il labzi jihatda majrur degan bo'ldi. Shunga o'xshash fa'il demak harfi jar bilan yoki izofat orqali ziroqlab keladigan ahvolmi bor. Endi fa'il nimalardan keladi? Qanday so'zlar fa'il bo'ladi desak, fa'il odatda ismi sarih fa'illar keladi. Mayli ismi sarih zamir bo'lsin, mayli ashuna mabni zamirga o'xshash mabni ismlar bo'lsin yoki mayli o fa'il odatga Muhammad, Ahmad, Rajul deganga o'xshash ismlar bo'lsin, ismi sarih bo'ladi. Yoki fa'il odatda zamiri bariza, zamiri mustatira bo'lganga o'xshash u masdar muavvallab keladi. Fa'il masdar muavval bo'lgan ahvollar bor. Yoki fa'il odatda masdar muavval bo'lishdan sirt fa'il odatda mushu jumla fa'illab qiladigan ahvol bor. Jumla muavval. Ayni shu fa'il qiyas qilinadi jumlada ba'zi. Masalan, tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim deganga o'xshash. Tabayyana li man anta. Sening kimliging menga aniq bo'ldi. Sizlarga bizning ularni qanday qilganligimiz sizlarga oydin bo'ldi, aniq bo'ldi. Tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim. Tabayyana li man anta deganga o'xshash. Mishalki man anta jumla tabayyananing fa'il bo'ldi. Ya'ni bir sual vositasi bilan ismul istifhomdan iborat sual vositalari bilan kelgan jumla odatda fa'il bo'la oladi, maf'ul bo'la oladi. Shunga mishada kayfa fa'alna bihimni tabayyananing fa'ili jumladan kelgan fa'il deymiz. Shunga fa'il jumladan buloqma keladi.
degan bo'ldi. Endi bir so'zga pilning paylash uchun har qanday pilga payl ketgan turisi yo'q. Pil o'tgan hammaga payl ketmaydi. Paylga muhtoj bo'lgan pillar bor, paylga muhtoj bo'lmaydigan pillar bor. 4 turli pilga payl ketmaydi. Ya'ni 4 turli pil paylga muhtoj emas. Birinchisi o pil muakkad bo'lgan bo'lsa, bir so'zni ta'kidlab kelgan pil bo'lsa, payl ketmaydi. Masalan, kataba Muhammadun desak, birinchi kataba fiil Muhammadun fa'il, ikkinchi kataba birinchi katabaning ta'kidi bunga payl ketmaydi. İkincisi fiil majul fiil olsa bunga payl ketmaydi. Unga naib fa'ildir, majul fiil payl talab qilmaydi. Üçüncüsü fiil al-fi'lul makbub bima deymiz. Ma bilan tusalgan fiil. Masalan qallama degan o'xshash. Odatda qallama deymiz, ta'lama deymiz. Bu qallama, ta'lama desak, mishalki ma'ni kafa deb ataymiz. Bu qalla va ta'la degan filga payli ketmaydi. Ma bilan tusalg'achqa deb qaraymiz. Buning payli ketmaydi. Endi buni yine qisman boshqacha muloyiza qilganlar bor. Qallamaniki va ta'lamaniki ma'ni ma'i masdariya bo'lib, keyingi so'zni masdar qas qilib payli qilsak bitdi deganlar bor. Masalan, ta'lama ijtahadna fi dirasa. Fi ders. Dersde bizning uzun biri biz dersde tirishdik degan. Biz uzun muddat dersde tirishchilik qilib bordik degan bo'ladi. Anda bo'lsa mushuni biz demakchi hozir ta'ala fiil ma'ikaf va bo'lib bu zarf vaqt ma'nosini bildiradi. İtihada fil nafail fi ders zarf makan deymiz. Ammo buni biz ma'ni ma'lumotlar yozuvchilim bor. Ya'ni bizning darsda tirishchiqanligimiz naki uzun bo'ldi. Ya'ni ta'ala bizning darsda tirishchiqanligimiz naki uzun bo'ldi. Tirishish vaqtimiz naki uzun bo'ldi. Yani uzun vaqt darsda tirishdik demakchi. Asli ijtihadna fi dirasa vaqtan tawilan deb qiyas qilamiz deydi. Ya'ni asli ta'ala ijtihaduna fi ders. Bizim ders tirishimiz uzun muddat, uzun vaqt bo'ldi, uzun bo'ldi degan ma'noda. Shunga yine 4-birisi qandaq fil deganda, u fil kana zaida bo'lgan bo'lsa, zaid qilib kelgan kanaga fa'il ketmaydi. Demak, fil shuqum fa'il muhtojlik uchun kana zaid fil bo'lgan bo'lishi kerak. Ta'kid bo'lgan ta'k muakkid qilib kelgan fil bo'lmasi kerak. Maika bilan to'salmagan bo'lishi kerak. Majul bo'lmagan bo'lsa, bu 4 narsadan xoli bo'lsa, bu filga fa'il keladi. U vaqtda uning fa'ili ya lafzan va ma'nan marfu yoki lafzan majur mahallan ma'nan marfulab qildi. Harfi jarliq yoki muzofliq mabni bo'lsa u mahallan marfu bo'ladi. Biz tafsili buningda shu Musannif rahimahullohning so'zlagan shu betlar orqali biz buni tafsil ko'rib o'tamiz. Musannif rahimahulloh deydiki, fa'il tanishtirib bunday deydi. Fa'il degani nima? Deganida biz fa'il degan ma'lum ish harakatni qilguvchi. Endi fa'il bilan ismul fa'ilning qanday farqi bor degan bir gap chiqdi. Masalan, ismul fa'il degan shu ma'lum ish harakatni qilguvchining nomini bildiruvchi ismul fa'il deymiz. Masalan, kataba Muhammadun desak, Muhammad yozdi degan bo'ldi. Kataba al-katibu bir yozuvchi yozdi desak, misol yozuvchi kim? Muhammad. Al-katib yozuvchi Muhammadga ism bo'ladi. Shu ismul fa'il deganimiz ma'lum ish harakatni qilguvchini ko'rsatib bersa, ismul fa'il ma'lum ish harakatni qilguvchining nomini bildiradi. Musannif rahimahulloh fa'ilni tushuntirib bizga deydiki, al-fa'ilul lazi kamarfu'i ata Zeydun muniran vajhu ni'mal fata deydi. Fa'il degan nima? Desa fa'il degan ata Zeydun muniran vajhu ni'mal fataning ishkidani marfu'iga o'xshash bo'lgani. Ishkidani marfu'iga o'xshash bo'lgani dedi. Anda bo'lsa, bir ata Zeydun muniran vajhu ni'mal fataning ishki marfu'i qasi desangiz, ata
Zeydun muniran vecuhu ni'mel fetada şu Zeydun merfu vecuhu merfu olab kelgan. Endi bu yerda misaldan ata Zeydun bir misal, muniran vecuhu bir misal, ni'mel feta yana bir misal olub, biz 3 misal qildik. Zeydun yüzü nurluq bo'lgan holatda keldi. Acab yaxshi yigit bu Zeyd degan bo'ldi. Endi biz bu yerda fa'il degan bir narsaki ata Zeydun muniran vecuhu ni'mel fetani ikki dona marfuga o'xshash deganimiz fa'il yoki fa'ilning amili yoki filuludu, fa'ilning amili yoki shibil filuludu deganni ko'rsatmoqchi. Marfu'ay deb albatta marfu qilgan narsa shu ismi al-fatami marfu, lekin marfu'ay deb qo'yishi chuqur fa'ilning amili ikki narsa uludu, fiil yoki shibil filuludu deganni ko'rsatadi. Endi marfu degan gapdan fa'il degan nima qilayotgan, marfu qilayotgan başka işlep ketken deyimiz, yine peşe okuyotken deyimiz, bizim Uygur tilinde bir gap bağı, fa'ilni peş okuyumuz, mef'ulni ziver, her daim peş okula, mubtada haber degan o'xshash. Şuna, ata Zeydun, yani ata fil mazi, Zeydun, bunun fa'ili, ata fil mazi mebni ala sukunun, ala fetatil muqaddara, yine ata, mesela bu, Badab qaralgan bir patagi mabni Zeydun marfu alamat rabbi ad-damma az-zahira muniran mushu suftu mushabba wajhu bo'lib muniran suftu mushabba bo'lib atar degan tilning fa'ili bo'lgan Zeydunning holati sahibul hal wajhu muniran degan suftu mushabbaning fa'ili bo'lib mudaf o'zini mudaf bilan bo'lib zakka qaytadi ni'mal fata ni'ma fil madhi al-fata fa'il marfu alamat rafi ad-damma al-muqaddara li'annahu ismul maqsur bo'lib ni'mal fata bu ishqil qaraymiz ni'mal fata bu xabar muqaddam mubda'i muakhkhar tashlangan buning mubdasi tashlangan mubdaning xabari desak bo'ladi. Yine boshqa qarashlarmi bo'ladi. Endi biz bu misoldan ko'rib olamizki, ata Zeydun munir vejuhu degan bunday ni'mal fatadan fil fa'ilning amili fa'ilni pesh o'qituvchi, marfu qiluvchi rafi ikki narsa bo'ladi ekan. Fiil bo'ladi ekan. Mayli u fil mazi bo'lsin, mayli mudari bo'lsin, mayli amri bo'lsin, fil bo'ladi ekan. Ikkinchi birisi u amil, shu filni fa'ilni marfu qilgan amil yoki shibil fil bo'ladi ekan, muniranga o'xshash deymiz. Endi mana muniran o'xshash deyishimizning sababi chunki mishada muniran sufti mushabba. Endi bu nimaga misol o'tsangiz ism mushtaq, ya'ni ismul fa'il, sufti mushabba va ismut tabzil larga misol bo'la oladi. Masalan, va masdarga misol bo'la oladi. Biz bu ham shunga muniran vajuhuga misol keltirsak, masalan, ismi tabzilga misol keltirsak, odat al-ilmu afzalu min al-mal. İlim maldan afzal desek al-ilmu mubtada, afzalu min al-mal xabar, afzalunun tigide huwa degan zamir, shu ilm qaytidi, shu tigidagi zamir mustatir marfu fa'ilni pesh o'qilgan deymiz. Endi uningdan boshqa sufti mushabbaga desa, muniran vajuhu sufti mushabbaga misol bo'la oladi. Uningdan boshqa masalan ism fa'il la adette üzerine fa'ilni peş o'qtamda o'qitmanda bize peş o'qitdi. Masalan aqaimun Zeydun, aqaimun az-Zeydani, aqaimun az-Zeyduna desek az-Zeydan az-Zeydun degan fa'il mishada, qaimun degan ism fa'illar qilib marfu boshqa ishlab kelgan bo'ladi. Endi masdar cho desa odatda masdarmu o'zining fa'ilni peş o'qitadigan masdarmu shibi filning qatoridan bo'ladi. Labzan majrur ma'nan marfulab kelgan bay misolni ko'rganimizga o'xshash. Yoki masdar biz boshqa misol keltirsak, masalan ajibtu min zarbi Zeydin amran. Men Zeydning amrini urg'anligidan hayron qoldim desak, mishada Zeydin zarbi degan masdarning labzan muzofligi ma'na jihatda fa'il amran maf'ulun bihi bo'ladi.
yoki odatda faili aniq masdarning faili pashsho qilib turadigan ahvollar bor. Masalan, ajibtu min zarbil lasil jallado degan mashhur misol bor. Men jallatning o'g'illigidan hayron qoldim. Ajibtu min zarbil lasi al jallat. Desak, o'sha al jallado uning zarb degan masdarning faili bo'ladi. Yoki ajibtu min ajibtu yoki ajabani ikramu abihi Muhammadun. Men Muhammadning dadisini hurmatlaganligidan hayron qoldim desak, nishada Muhammad ikram degan masdarning fa'il bo'ladi. Demak, bu yerdagi munirandin shibipillah maqsad qilinadi. Shibipil degan nima desa, pilga o'xshash, fa'ilni pash, maf'ulni zibar o'qtalitgan, amazında pil divasılmını ya bu şibi pil demesimiz anda pil mazi muzari emri şekilde de harf muzari beş koşulduğun ehval yok. Çünkü isminin o şibi pil şuna böyle pil koşuğucu ismul fail sıfatı müşebbe bir isim fail deyimiz sıfatı müşebbe isim fail koşuyduğun sıfat deyimiz aynen. Bu isminin hususiyetlerini kabul kılıp tenvini kulalaydı, zır kulalaydı, zibar kulalaydı. Lekin ma'na jihatda, amal jihatda pilga o'xshash va ma'na jihatda pilga o'xshaganligi uchun shibipil deymiz, lekin umumiy jihatdan pilga o'xshamaydi. Bu. Endi bu yerda ata Zaydun munirun va juhu ni'mal fatada nimishqa ikkidani misol mushaddir qilib muniranga sifatga bo'lgan misol bo'lsa, ata va ni'mal fatada yana ikki misol bor. Desak, ata Zaydun pil mutasarrif bo'lgan misol ni'mal fata shundaqla pil jamid bo'lgan misol. Demak, o fa'ilning amili bo'lgan pil ataga o'xshash pil mutasarrif bo'lib keladi. Ata ya'ti degan o'xshash yoki ni'maga o'xshash pil madi pil jamidmi uning amili bo'lib kelalaydi deganni ko'rib bo'ladi. Endi fa'il va arxillab keladi, uni tafsiriga o'tirib Shunga bu yerda ata Zaydun munir va juhu ni'mal fatadik ata pilning fa'ilning amilining pil mutasarrif bo'lib qolganligiga va pilning fa'ilning amilining pillab ketganligiga misol. Muniran va juhu muniran fa'ilning amilining shibi bo'lib qolganligiga misol. Ni'mal fata fa'ilning amilining pil mutasarrif bo'lmay pil g'ayri mutasarrif ya'ni pil jamid bo'lib qolganligiga misol ekanligini ko'rib bo'ladi. Buni biz buningdan yuqorqi qoidalarni ko'rib olamiz. Endi fa'il odatda biz bayan bastir muavvallarda muktaladik. Va ba'd fi'lin fa'ilun fa in zahar fa huwa va illa fa damirun istatar. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz filning odatda o'rni nada bo'ladi? Fa'ilning o'rni nada bo'ladi? Filning oldidami, filning keyindimi? Fa'il filning oldida kasb bo'lamdi, bo'lmamdi. Degan haqda to'xtalamiz. Endi fil dinkin fa'il keladi. Bu basirlik ulamolarning ko'z qarashida chuqur fa'il fildan keladi. Musannif rahimahullohmi o'sha basirlik ulamolarning ko'z qarashi bo'yicha o'tirib qo'ydi bu qoidani. Shu nima dedi? Ba'd fi'lin fa'ilun fa in zahar fa huwa illa damirun istaqar. Biz bu yerdan ikki narsani ko'rib olamiz. Umuman aytganda fa'il biz yuqorida filning fa'ilning tashu qilganligini ko'rib o'tdik. Endi navbatda fa'ilning shu fildan kim chiqqanligini, cho'qim fil uchun fa'il zurul ekanligini ko'rib olamiz. Fa'il fildan kim keladi? Agar fa'il oshkor bo'lib kelsa, shu oshkor bo'lib kelgan fa'il va illa agar o fa'il oshkor kelmasa, u fa'il yushun kelgan zamir bo'ladi. Ish qilib fil paydodir, filni paydo qiluvchi fa'ildir degan shu bedanda biz o'qidik-ku. Fil paydodir, filni paydo qiluvchi fa'ildir. Fa'il birlik qiladi, ikkilik qiladi, ko'plik qiladi, erlik qiladi, ayollik qiladi deganimizdek, shunga
meşede damirun istatar fiil ya fail ya aşkar kılıdı. Aşkar kelimesi yuşrun kılıdı. İşte fiil o'tgan fail bo'luşu zürül ama onun istisna kılındı tört türlüki fiil mecrullap kalsa yoki fiil zaidlap kalsa yoki fiil maika bilan tusalgan bo'lsa deganimizdek va yoki fiil odatda failga muhtoj olmaydigan tört türlüki zaidlap kelsa do'q fiil makbulab tak tulab kelsa yana birisi fiil tak tulab kelsa mana bu chaqda bu tört türlük fiil zaidlap kelgan mush tört türlük fiil biri zaid yana birisi makbub yana birisi majhul yana birisi muakkid bu tört türlük fiildan boshqa har qanday fiilga fa'il ketish zurul dedik. Endi ba'di fi'lin fa'ilun deganning ma'nosi fa'il fiildan keyin keladi degan bo'ladi. Asli tartib avval fiil kelish, undan keyin fa'il kelish, undan keyin maf'ul kelish. Mana bu asli tartib mana shu. Endi ba'zi bu basariq ulamalarning ko'z qarashi, ammo ko'pchilik ulamalar fiilning fa'ili cho'qim oldida kelsin bularni deb qaraydi. Masalan, qama Muhammadunniki basariq ulamalarning ko'z qarashida qama Muhammadunda Muhammadun qamining fa'ili. Ko'pchilik ulamalarning ko'z qarashida qama Muhammadniki Muhammad qamining fa'ili bo'ladi. Ammo bu misol taraqqiy qilsa qama Muhammadun qami da buni shunday oldiga chiqsak qama Muhammadni Muhammadun qama qilsak bu chaqda ko'pchilik ulamalarning ko'z qarashida Muhammad yenilan qamining fa'ili hisoblanadi. Ammo basirlik ulamalarning ko'z qarashida bu fiillik jumladan ismlik jumla qonuniga o'zgarib qamining fa'ili tegidagi zamir huwa bo'lib u Muhammadga qaytadi deb qaraladi. Ammo bu misol manda qaragan bilan qama ar-rajulani deb kelsa, qama ar-rajulani deb kelgan vaqtimizda buni qamining fa'ilini ar-rajulan degani bo'ladi. Bu basirlik ulamalarning ko'z qarashi to'g'ri, ko'pchilik ulamalarning ko'z qarashi to'g'ri. Ammo ar-rajulani qama deb kelsa, bu basirlik ulamalarning ko'z qarashiga asosan bu jumla xato. Ar-rajulani qama deb kelmaydi. Basirlik ulamalarning ko'z qarashiga asosan, ammo ko'pchilik ulamalarning ko'z qarashiga asosan ar-rajulani qama deb kelsa bo'laveradi. Chunki bu yerda ar-rajulani ilgari kelgan fa'il, qama keyin kelgan fiil, ar-rajulan ilgari kelgan fa'il deb qaraydi. Buni basirlik ulamalar bilan ko'pchilik ulamalarning ko'z qarashidagi farq mana bu yerda oshkor bo'ladi. Shuni ba'di fi'lin fa'ilun degan gap fa'il cho'qim fiildan keyin keladi degan bo'ldi. Anda bo'lsa fa'il cho'qim fiildan keyin keladi desak, bu yerda bir savol kelib chiqadi. Anda bo'lsa fa'il fiildan keyin ketgan va in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu degan nima deysiz? Yoki iza sama'un shaqqatni yoki iza sama'un fatratni yoki va in ahadun minal mushrikin istajaraka degan buni ismlik jumla desak bo'lmandi. Anda o'zi fa'ili tashlangan demi, fa'ilning fili tashlangan demi, buni ismlik jumla desak bo'lmandi desak buni tutgan ma'ni bor. Chunki bu yerda biz buni fil tashlangan, bu fa'il deb qaraymiz. Fil tashlangan deymiz. Anda da yo'q uni fil tashlangan demay, shu istijarakini fa'ili ilgari kelgan fil kin kelgan, iza sama'un shaqqatda as-sama degan fa'il ilgari kelgan, ash-shaqqat degan fil kin kelgan desak, basirlik ulamalarning ko'z qarashida bu mamnu hisoblanadi. Filning fa'ili fildan ilgari kelmaydi degan qoidamizga asosan filning fa'ili fildan ilgari kelmaydi degan qoidamizga asosan shunlashqa bu yerda va ahadun minal mushrikin istajaraki ahadun minal mushrikin istajarakning fa'illigini bo'lmaydi. Fa'illigini bo'lmaydi. Iza sama'un shaqqatga as-sama'ni shaqqatning, iza sama'un fatratga as-sama'ni fatratning fa'illigini bo'lmaydi. Buniki basirlik ma'lum buni mamnu deb qaraydi. Anda bo'lsa buni ismlik jumla desak bo'lmamdi. Ismlik jumla desak bo'lmamdi. Desak ismlik jumla deyishga bo'lmaydi.
Nimishqa ini shartiya va shart vasitikin jumla ismiga kelmaydi. Ini shartiyadan keyin jumla ismiga kelmaydi. Ism kelmaydi, fe'l keladi deganligimizga asosan shuni buni ismliq jumla deb qarag'ila olmaydi. Ismliq jumla deb qarag'ila bo'lmag'achqa shuni buni biz ism tashlangan fe'l bor deb qaraymiz. İsimlik cümle şer'lik bu isimlik cümleydi mubda haber deyişimizin tosqan mani in ve iza şart vaqtisi bu din kim kelganli ki cümle isimlik cümle mubda haber deyişimizin tosqan mani şu. Endi mishada bu tashlangan filning fa'ili deyishimizga sabab bo'lgan amil mishada filning fa'ili fildan burun kelmaydi deganligimiz. Anda o'zi qaysi fil tashlangan desa miyada ve in ahadun minel müşrikin istijare degan fil tashlangan bo'ldi. İza samaun shaqqatda shaqqat degan inshaqqa degan fil tashlangan bo'ldi. Chunki makin kagini tashlangan filning mufassir hisoblanadi tafsir. Bu tafsir xuddi beshki filning badaliga o'xshaydi. Ivazga o'xshaydi. Ivaz bilan muavvaz bir yerga kasb bo'lmaydigan o'xshash tafsir bilan mufassir bilan mufassir bir yerga kelmaydi. Shunlashqa bu yerda fa'il tashlangan filning fa'ili deb qaraymiz. Shunga bu yerda va ba'd fi'lin fa'ilun degan qoidamizga tutqib turib, shu filning fa'ili fildan keyin keladi, ilgari kelmaydi deb qaraymiz. Fa'in zahara fahuwa agar fa'il oshkor bo'lsa fa'il shu. Va illa oshkor bo'lmasa yushurun zimir deganimizdan fe'l o'tgan fa'ilsiz mavjud bo'lmaydi degan bo'ldi. Chuqum fe'l o'tgan unga fa'il keladi degan bo'ldi. Endi navbatda biz odatda fe'lning fa'ili odatda ba'zi chaqda zimir bo'ladi, ba'zi chaqda ismi zahir bo'ladi, ba'zi chaqda muzmar, ba'zi chaqda muzhar bo'ladi. Endi fe'lning fa'ili odatda Muhammadun zahaba desak, tegizimni va bo'ladi. At-taliban zahaba desak, zahaba degan fe'lning fa'ili alif isnayn bo'ladi. At-tullab zahaba desak, fe'lning fa'ili vavul jamoa bo'ladi. Biz bir bilishga tegishli bo'lgan ham ismimizda mustahkam saqlashga tegishli bo'lgan bir narsa nima? Al-fil la yusanna va la yujma. Doiman mufrad bo'lib keladi. Fil tasniy qilinmaydi, jami' qilinmaydi. Fil abadil abad tasniy bo'lmaydi. Fil abadil abad jami' bo'lmaydi. Fil davomli mufrad bo'ladi. Anda bo'lsa Muhammad at-talibu zahaba degan mufrad. Tegirkizim va uning fa'ili talib qaydadi. At-taliban zahaba desangiz fil ishkilik keldi. Yo'q, fil ishkilik emas. At-tullab zahabu desak, zahabu ko'p, yo'q, fil ko'p emas. Bu yerda at-taliban zahaba desak, filning fa'ili alif isnayn. O yerdagi zahaba fil ishkilik emas, yerdagi alif fa'ilu zamiru. Zahabu desak vavul jamoa, vavul jam'i emas o. Jamilikni bildirgan va emas, o yerdagi vavul jamoa, vavul jamoa. Ya'ni zimir bo'lgan bu. Vavul jam'i degan jamilikni bildirgan o, vavul jamoa degan zimir bo'lib kelgan, uningda vum qiyos qilinadigan zimirni tushuntirib berdi. Shunlashqa bu yerda fil tasniy jami bo'lmaydi, abadul abad deb qaraymiz. Anda bo'lsa ba'zi chaqlarda kelib qoladi, fil tasniy jami bo'lmasa, fildan keyin bir ahvollar bor. Masalan, zahaba at-talibu deb kelsa yoki zahaba at-talibani zahaba at-tullabu deb kelsa filning fa'ili birilik ikkilik ko'plik bo'ladi. Ammo fil davomli birilik keladi. Ba'zi chaqda kelib qoladigan qo'y mesela zahaba at-talibani zahabu at-tullabu deb keladi ekan. Buni nima deymiz desa, bunga 3 xil qarashdan birida qaraymiz. Zahaba at-talibani yoki zahabu at-tullabu deb kelganda buni xabar muqaddam, mubdai muakhar deb hal qilsak bo'ladi. At-tullabu xabar مبدأ مؤخر zahabu xabar muqaddam desak bo'ladi.
الطالبان ذهب خبر مقدم الطالبان مبدأ مؤخر desek buludur. Bu bir xil qarash. İkinci xil qarash. Zahaba at-taliban da at-taliban zahabat ke alif bu alametul musanna. Şu pilning fa'ilinin ikkilik ekanligiga alomat olib kelgan alif deymiz. Zahabu at-tullabu desak zahabudagi vavul jam'i ismning shu pilning fa'ilning jami ekanligiga alomat tutgan va hisoblanadi. Üçüncü xil qarash. Zahaba at-talibani zahabu at-tullab. Üçüncü xil qarash. Zahabaning fa'ili alif isnin, zahabuning fa'ili vavul jamaa, zahaba alif isnin fa'il at-taliban undan badal. Zahabudagi vav uningki ashu fa'il at-tullab undan badal. Birinci qarashdan bo'ldi mubda'i muakhar xabar muqaddam. İkinci xil qarash alif bilan vav alif alamatul musanna vav alamatul jam'i bo'ldi. Üçüncü xil qarash aşağı alif isnayn ve vavul cemaatın aşkar kelgan ism zahir bedel oldu. Mesela bu gramatçıların meşhur kaidesi akaluni el baragisu desek budur. Ya ki Kur'an-ı Kerim'deki eserrun necvellezi zalamu babını desek budur. Ya ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in yetaakabuna fikum malaiketun bil leyl ve malaike bin nahardaki Bişerem el malaike yetaakabuna'nın faili desek mutu malaikenin müşünün qoşaş. Eserru necvellezine deki ellezine eserrudun bedel olsun buludu. Ya ki eserrudaki vav o eserrudgen pilinin failin köpükü alamet olap gelgen vavul cem'i alametul cem'i desek mutu. Failin cem'i alamet desek mutu. Ya ki haber muqaddem muakhir deb mandaka ifade desek bu üç xil alet. Tüvendeki bey bana müşayyatlı doktorudu. وَجَرِّدِ الْفِعْلِ اِذَا مَا اُسْنِدَ لِسْنَيْنِ اَوْ جَمْءٍ كَفَازَ الشُّهُدَى وَقَدْ يُقَالُ سَعِيدًا وَسَعِيدُوا وَالْفِعْلُ لِلزَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ. Bana müşu fail hakkında doktorluk kitabatımız. Siz filni alif isnayn ve vavul cemaaladin halik keltirin o fil aşkarı işkilik simga yoki köplik simga isnat qilinganda faza shuhuda deganga o'xshash. Ba'zida saida saidu masalan saida ash-shahidani saidu ash-shuhuda deb keladi. Ba'zida bunda saida saidu deb fail aşkar şehidani şuhuda saida şehidani saidu aşuhuda demeklidu vel fi'lu lizzari ba'du musnada fi'l onun dinkin aşkar isimga isnat qilinmoqchi bo'lgan holatda edi. Endi biz bekni tafsil ko'rsak vajarridil fi'li iza ma usnid degan nima desa shu fi'l aşkar ismga musnatlab bersa aşkar ismga musnatlab endi fil fa'ilda fil musnat uludu fa'il musnadun ilayhi uludu fa'il musnadun ilayhi. Mesela zahaba Muhammedun desak Muhammed musnadun ilay zahaba musnad uludu. Yani berishdan iborat sharkat Muhammedga isnat qilingan. Musnad deganda mesela mansub yani berishdan iborat sharkat Muhammedga nisbat berilguchi degan bo'ldi. Ma'lum sharkat fa'ilga nisbat berilganini unda bo'lsa fa'il musnadun ilay bo'ldi. Fil musnad bo'ladi. Xuddi mubda xabarda mubda va musnadun ilay xabar musnad bo'lganga o'xshaydi. Endi demak filni xoli qiling. Nimadan xoli qilamiz? Filni alif isnayndan vavul jamoadan. Masalan, at-taliban zahaba deb kelganda, at-tullab zahabu deb kelganda filda alif isnayn vavul jamoa batdi. Endi fa'ilni shunda keyin keltirsak, bayon qilmoqdadir. At-tali zahaba at-talibani zahabu at-tullabu deb keltirmay zahaba at-talibani
zahaba at-tullabudan elbislayla ve cemaatın pilni xali qilin degan bu jarradil fi'la degan bo'ldi. Iza ustida lisnayni aw jam'in. İşkilik ismga ya ko'p ismga pil chetilgan joydan isnat qilinganda. Faza shuhuda, mana faza degan pilning ash-shuhuda degan fa'ili keldi. Faza degan pil shu shuhuda degan ko'p ismga isnat qilinibdi, nisbat berilibdi. Mana bu yerda buning fazida fazu deb u kamidi. Qazıço bayan biz bunu deb bo'ldik. Ve kad yuqalu sa'ida sa'idu sa'ida sa'idu. Mesela sa'ida eş-şehid, sa'ida eş-şehidani, sa'idu eş-şuhuda'u deb muşunda kildiğin ahval ba. Vel fi'lu liz-zahirin ba'du musnad. Fi'l üzdün keyin bir aşkar isnat qilingan holatda dedi. Bunu bayan qilshu. Buni qanday muloyiza qildik? 3 xil ta'vil qilib masalani hal qildik. Buning gapi bayan tugab bo'ldi. Endi fa'ilni tashlashga bo'lamdi bo'lmamdi. Fa'il tashlanamdi tashlanmamdi. Fe'l tashlanamdi tashlanmamdi. Fa'ilni tashlashga bo'lamdi bo'lmamdi. Fe'ldan fe'lni tashlasak bo'lamdi bo'lmamdi. Fe'l fa'il ikkisi bir aqli qo'shilib tashlanamdi tashlanmamdi deganda aslida fe'l g'ina tashlanib fa'il kildigan ahvol bor. Yoki fa'il fe'l ikkisi bir aqli tashlansin bo'ladi. Ba'zi taqdir tashlanishi joiz, ba'zi taqdir tashlanishi vojib bo'lib turadi. Bu vaqtda musannif rahimahulloh bunday deydi. Va yarfa'ul fa'ila fi'lun uzmira kemisl zaydun fi javob man qara. Fa'ilni yushurun fi'l baş kirishni keltirdi. Men qara'ning javobiga kelgan zaydga o'xshash. Men qara kim o'qidi desa zayd deb qo'ydik. Men qara kim o'qidi desa zaydun deb zaydunni rafi o'qidik, pash o'qidik. Ay zaydunning pash o'qilishiga sabab bo'lgan omil nima desa fi'l muzmar. Ashada yushurun bo'lgan bir fi'l deydi. Buning yushurun bo'lgan bir fi'l zaydunni pash o'qitgan. Buningdan tushunildi, fi'lning fa'ili nima qilsa bitgan, zikr qilinmay, talaffuz qilinmay tashlansa bo'ladi degan bo'ldi. Shunga fa'ilni fi'lun uzmira yushurun fi'l boshqa keltiradi deganimizni fi'lning fa'ili tashlansa bo'ladi deganni ko'rsatdi. Men qaraning javobida zaydga o'xshash. Kim o'qidi desak zayd deganga o'xshash. Demak, al-hazfu yajuz iza uliba al-hazfu deymiz. Shunga kim men qara asl men qara'a uzmira bilan maslashtirish uchun men qara deb kelgan asl men qara'a ma'nosida bo'ladi. Endi mishara fe'l va fa'il ikkilisi tashlansin bo'lamdi? Bo'ladi. Tashlansa bo'ladi. Agar uning tashlanganligiga dalolat qilsa dedik. Hal qara'ta desa na'am dedik. Na'am qara. Yoki fe'l so'zini fa'ildan tashlanamdi tashlandi. Hal qara'a Muhammad na'am qara'a. Dedik, mana bu yerda fe'l so'zlarni fa'il tashlandi. Shunga fe'lni tashlanish, fa'ilni tashlanish, har ikkisi tashlanish, hammasi so'zini durust bo'ladi, tashlanganligi bilinsa. Shunga tashlanishi joiz bo'lgan ahvollar. Yuqorqi tashlanishi joiz bo'lgan ahvolni ko'ramiz. Ama filning fa'ili chuqum tashlanishi ba'zi chog'da vojib bo'ladi. Filning fa'il tashlanishi. Masalan, ini shartiyadan keyin fa'il kelgan bo'lsa, yoki iza shartiyadan keyin fa'il kelgan bo'lsa, chuqum mishada bir filning tashlanishini vojib deb qaraymiz. Chuqum bir fil tashlangan, yani filning tashlanishi vojib bo'lgan deb qaraymiz. Chunki filning tashlangan fil akida ba deb qaraymiz. O'tanda bo'lsa indan keyin fil davomli shu tashlanish kerak bo'lsa, yo'q, unda degan gap emas. In shartiya, iza shartiyadan keyin fa'il qolsa, chuqum filni tashlangani, işte bir tashlanish vojib bo'lgan bir fil bashada bir filni tashlangan deb qaraymiz shada. Endi tövanda ko'makchi o'g'limiz filni muannas keltirish va muzakkar keltirish.
Endi pilni muzakkar qilish, muannas qilish fa'ilga ergishemdi, fa'il pilga ergishemdi. Fa'il muzakkar bo'lganlikdan pilni muzakkar keltiramdi. Yoki pil muzakkar bo'lganlikdan fa'il muzakkar keltiramdi desa, albatta pil fa'ilga ergishadi, ayollik qilishdi. Fa'il erlik bo'lsa, pilma erlik keladi. Ayollik bo'lsa, ayollik keladi. Endi qanday ba'zi chaqda fa'il erlik bo'lganlikdan pilni erlik keltirish vojib bo'ladi. Ba'zi chaqda joiz bo'ladi. Ba'zi chaqda mumtani bo'ladi. Wa ta'u ta'nisin talil madi iza kana lisnayni ka'abat hindul aza. Mana bunda pilning pilni fa'ilga qarab muannas keltirish vojib bo'lgan bir o'rinlikli. Anda da biz mavud pilni muannas keltirsak qanday muannas keltiramiz degan bet chiqdi. Pilni muannas keltirganda qanday muannas keltiramiz? Agar pil mazi bo'lsa, pilni muannas keltirish lozim kelsa, chuqum ta'u ta'nis al-maftuhani pilning oxir qo'shimiz zahabat hindu deganga o'xshash. Endi agar fil muzari bo'lsa, 5 ga ta'din iborat harf muzarini qo'shimiz. Harf muzari bo'lgan ta'ni fil muzari bo'lgan bo'lsa, filning oldi qo'shimiz, mazi bo'lsa oxir qo'shimiz. Ta'u ta'siz talil mazi iza. Muannasning ta'si maziga yandishib keladi. Agar iza kan lil unsa, agar u filning fa'ili ayollik bo'lsa. İza kana l-unsa pilning fa'ili muannas bo'lsa, shu fil muannasga isnat qilingan bo'lsa, muannasning ta'si pilga yandishib keladi dedik. Masalan, abad hindul aza. Hindi aziyat bu nima desak, o'sha abad hindul aza. Bir abad degan fil muannas aba asli abad bo'ldi, hozir abad o'tdi, abad bo'ldi, tabir sukun. Ahırdaki ebadaki alif bir sukun, 2 sukun bir yerde kaldı deb alifni tashlab o'tdik. Shuni abad bo'ldi. Nimishqa bu yerda ta'kidlashi vojib desa, hindun din iborat abadning fa'ili muannas haqiqiy bo'lganligi uchun, muannas haqiqiy bo'lganligi uchun. Shunlashqa bu yerda fil muannas ta'vilan kelishi vojib bo'ldi. Fil mazida oxiri qo'shdik. Fil muzari bo'lsa, masalan, samet hindu tasumu hindu deganga o'xshash. Muzarrasi 5 ta qo'shiladi. Endi pilning fa'ili qanday chaqda muannas kelishi? Pilning fa'ili muannas bo'lsa, pilning muannas kelishi vojib va pilning fa'ili muannas bo'lsa, pilning muannas kelishi joiz bo'lgan ikki o'rinni ko'ramiz. Va innama talzamu fi'la muzmari muttasilin aw mufhimin zahiri. O muannasning ta'si ayollikning zamiri muttasil mustatirining pilga tutishi vojib bo'ladi. Ya ayollikni haqiqiy ayollikni uqtirib berguchining pilga tutishi vojib bo'ladi. Talzamu fi'la muzmar. Zimirning pilga qanday zimir? Zimiri muannas. Qanday muannas? Zimiri muannas muttasil. U pil birinchi u pilga muannasning ta'si uchun u pilning zimiri muannas zimiri olsun, muttasil zimiri olsun. Shu chaqda ham bo'ladi. Masalan, Fatimatu zahabat desak, Fatimatu zahabat desak, zahabat degan tilning og'riga ta'min tutishi vojib. Nimishqa zahabaning tigidagi zimir Fatimaga qayd etgan, anda o'sha ya degan zimir qayd etdi, anda bo'lsa uning tigiga qayd etgan zimir muannas zimir ekan. Va zimir muttasil bo'lsin dedik. Zahabaning tigidagi zimir muttasil, mustatir aynan. Shunga muannas bo'lgan muttasil zimirning pilga tutishi vojib. Mishada zahab Fatimatu zahaba desak, zahabat degan pil qandaq zimirning pili desangiz muannas
yushir muttasil zamirning fa'ili fil bo'lganligi uchun zahabat deb ta'ni oxiriga tutishi vojib bo'ladi. Yoki filning fa'ili ayollik haqiqiy ayollikni uqtirib berguchining fili bo'lsa, u filga fa'ilni tutishi vojib bo'ladi. Masalan, zahabat Fatimatu deganga o'xshash. Endi haqiqiy ayollikni uqtiruvchining filiga dedik. Mishala av fi'la mubhamin zahir degan bo'ldi. Haqiqiy ayollikni uqtiruvchining filiga ta'ni tutishi. Haqiqiy ayollikni uqtiruvchining fili deyishimiz zahabat Fatimatu desak, Fatimatu degan haqiqiy ayollikni uqtirib berdi. Haqiqiy ayollikni uqtirib berganligi uchun anda bo'lsa zahabat Fatimatu deb zahabaga ta'ni tutishi vojib. Halbuki zahaba Fatimatu deb kelmaydi. Zahabat Fatimatu deb keladi, chunki uning fa'ili haqiqiy ma'nosi bo'lganligi uchun. Anda bo'lsa buningdan bundaq qoidalar chiqadi. Odatda filning fa'ili zimir mustatir bo'lib, haqiqiy muannasga qaytsa, cho'qim filning muannas qilishi vojib. Yoki filning fa'ili haqiqiy muannas bo'lsa, u chaqda filning fa'ilininki haqiqiy muannas bo'lgan filni muannas keltirish vojib. Birincisi vojib holat, ikkinchisi joiz holat. Birincisi vojib bo'ldi, fa'il zimir mustatir bo'lib, haqiqiy muannasga qaytsa yoki majoziy muannasga qaytsa, masalan ash-shamsu tala'at, Fatimatu zahabat deganga o'xshash, filning fa'ili zimir mustatir bo'lib, haqiqiy muannasga yoki majoziy muannasga qaytsa, bu chaqda filga ta'nisning tushishi vojib. Ya'ni filning muannas qilishi vojib. İkincisi, filning fa'ili zamiri munfasil bo'lsa, zamiri munfasillab kelsa, nima? Filning fa'ili ismi zahir, haqiqiy muannas bo'lsa va fillar uning o'tirib fasil kirmagan bo'lsa. Filning fa'ili haqiqiy muannas bo'ldi, o'tirib fasil kirmadi, zahabat Fatimaga o'xshash bo'lsa, uni haqiqiy muannas bo'ldi. O chaqda filning muannas qilishi vojib bo'ldi. Undaq bo'lmagan holatda bu chaqda maslashmasin bo'ladi. Anda bo'lsa bu yerda haqiqiy muannas degan gap bo'ldi. Biz o chaqda muannasni tushunish lozim qildi. Muannas ikkiga bo'linadi. Endi muannas cho'ng jihatdan 4 ga, umumiy jihatdan 4 ga bilamiz. Muannas odatda muannasi haqiqiy va muannasi majoziy deb bu ma'na jihatdan 2 ga bo'linadi. Haqiqiy muannas va majoziy muannas deb. Ve alamet cihetinin 2 ga bölündü. Mecaz, lafzi muannas ve ma'ni muannas deb 2 ga bölündü. Muannasning alameti onun da kilish ve kemaslikdan 2 ga bölendi. Muannasi lafzivi, muannasi ma'navi deb. Bala tug'ush yoki tuxum tug'ush tarafdan 2 ga bölendi. Haqiqiy muannas ve majazi muannas deb. Umumiy ne epesab 4 bo'ldi. Anda bo'lsa Fatima, Khadija degan ismlar haqiqiy muannas. Tuxum tug'alaydigan, nima? Bola tug'alaydigan bir narsa ismi bo'lganligi uchun, odamning ismi bo'lganligi uchun. Shunga haqiqiy muannas degan nima desa, tuxum tug'alaydigan jonliqning yoki bola tug'alaydigan jonliqning nomini bildirgan so'zni biz haqiqiy muannas deymiz. Ammo u muannas ishlatilibdi. Muannas ishildi, lekin u tuxum tug'alaydigan ya bola tug'alaydigan jonliqning nomi bo'lmasa, uni majoziy muannas deymiz. Taqlid muannas, majoziy muannas deymiz. Masalan, maktabatu deganga o'xshash, makkatu deganga o'xshash. Endi lafzi muannas va ma'ni muannas deydi. Lafzi muannas o'zi muzakkar, lafzi muannasni alomat qiladigan. Masalan, talha deganga o'xshash, Muaviya deganga o'xshash. Bu muzakkar, lekin lafzi muannas, ma'nisi muzakkar bo'ladi. Zaynab desak, bu Suad desak, ma'ni muannas, lafzi muzakkar bo'ladi. Shunga bu muannasning alomati kalish va kamasdan haqiqiy muannas
ve lafzi muannes ve mani muannes oldu. Anda olsa Fatime lafzi muannes, hakiki muannes deymiz. Muannes hakiki deymiz Fatime'ne. Zeynep ne? Muannes hakiki, ma'navi deymiz. Lafzi muannes emas. Ama Talha'nı lafzi muannes deymiz. Hakiki muannes emas. Şunu ham demakki biz hakiki muannes, lafzi muannes deganlardan maqsadimiz. Endi Pilning faili demak haqiqiy muannas kelgan bo'lsa, cho'qim o'tirib fasil kelmagan bo'lsa, o chaqda pilni muannas keltirish vojib. Unda bo'lsa, durust o'tgan o'lim bo'lmasa, ba pilni muzakkar keltirsakmi bo'ladigan, pilni muannas keltirsakmi bo'ladi. Agar shu tuvandagi shartlarda bilib qolsa. Bunga Musannif rahimahulloh bunday deydi. وقد يبيه الفصل ترك التأفي نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتى تبني على. Endi pilning faili tuvandagi narsalardan bo'lsa, odatda tuvandagi narsalardan bo'lsa pilning faili. Pilni muzakkar keltirsakmi bo'ladi, muannas keltirsakmi. Birinchi, pilning faili muannasi majazi bo'lsa, pilni muzakkar keltirsakmi bo'ladi, muannas keltirsakmi bo'ladi. Masalan, tala'ash-shams, tala'at-shams deganga o'xshash. Ikkinchisi, fail muannasi haqiqiy bo'lgan bo'lsa-mu, o'tirib fasil kirib qolgan bo'lsa. Masalan, zahabat Fatimatu deganning deb kirishi vojibdi. Lekin o'tirib fasil kirsa, zahabat ams Fatimatu ila al-madrasa. Fatima tunigan maktabga bordi. Amsi degan fasil kirdi. Buni bu chaqda zahabat desakmi bo'ladi? Zahaba amsi Fatima desakmi bo'ladi. O'tirib fasil kirgan bo'lsa, bu chaqda bo'laveradi. Üçüncüsü fail cemi muannas salim bo'lsa, fail cemi muannas salim bo'lsa, maslahsin butu, maslahmasın buludu. Mesela zahabat al-muslimatu, zahabal muslimat, zahabat muslimat deganga o'xshash. To'rtinchisi odatda filning faili jamut taksir bo'lgan bo'lsa, maslahsin butu, ja'ar rijal, ja'atir rijal deganga o'xshash. Ja'an nisa, ja'atin nisa deganga o'xshash. Bunda kasi bo'ladi, jamut taksir bo'lsa. Yani filning faili biri jamut taksir bo'lsa, yana biri jami muzakkar salim bo'lsa, jami muannas salim bo'lsa, biri yana filning faili haqiqiy muannaslik o'tirib fasil kirgan bo'lsa, yoki filning faili taqlid muannas ism bo'lgan bo'lsa, deb to'rtni so'zladik. Endi beshinchisi ismul jam'i bo'lgan bo'lsa, filning faili ismul jam'i bo'lgan bo'lsa, bu chaqdimi filni failga maslashtirib keltirsak bo'ladi, muannas keltirsak bo'ladi, muzakkar keltirsak bo'ladi. Masalan, qadimar rakbu, qadimatir rakbu deganga o'xshash. Odatda shu jami ismul jam'i degan nima desa, ma'lum bir jamoatni bildiradigan, ko'plikni bildiradigan ism. Bir karvon keldi desak, karvon odatda bir jamoani bildiradi. Bir qavm deganga o'xshash, bir toifa deganga o'xshash bundaq ismlarni ismul jam'i deymiz. Shunga bularni filning faili bo'lganda muzakkar keltirsak bo'ladi, filni muannas keltirsak bo'ladi deymiz. Masalan, toifa, qavm desak bo'ladi, undan boshqa. Ammo filning faili shuni bilan birga navoda filning faili ismul jam'idan boshqa ismi jam'ul jinsi bo'lsa bo'ladi. Masalan, shajarga o'xshash odatda shajaratun shajar, tamratun naxlatun naxlun deganga o'xshash bunda ismlarda buni ismul jam'ul jinsi deymiz. Jinsning jami ekanligini bildiradigan ismlar. Buningdimi er ayollik basishib kelsa bo'laveradi deymiz. Undan sirt odatda
filning fa'ili odatda ma'lum cinsini bildir, cinsi maqsad qilingan ism bo'lib qolsa, fil odatda fil madihi yoki fil zamga o'xshash fa'illar fil bo'lib qolgan bo'lsa, maslashsin bo'ladi yoki cho maslashmasin bo'ladi. Tuanda tafsilotini biz buning bekdan ko'ramiz. وقد يبيه الفصل ترك التاء في نحو أتلقاب بنت الواقف. مشو fasli ta'ni tashlashni ruxsatga aylantirdi Atal Qadiya bintul Vaqifining o'qishida. Tashlash al-hazb ma'a fasl illa bilan fasl qilinganda tashlash afzal qilindi. Ma zaka illa patatun ala patatu ibnul ala degan o'xshash. Endi vaqad yubihul faslu tarkatta deganimiz fasl deganimiz fil bilan fa'ilning o'tirib fasl kirgan bo'lsa, fil bilan fa'ilning o'tirib fasl kirgan bo'lsa, u chaqda filni fil bilan fa'ilni ayollarni maslashtirsak-mı bo'ldi, maslashtirmasak-mı bo'ldi demakchi. Masalan, atal qadi bintul vaqifida atafil bintul vaqif fa'il al-qadi maqrun bi. Vaqifning qizi qozining qish keldi desak, mishada fasl kirdi. Ata al-qadiya bintul vaqif desak bo'ldi. Yoki atat al-qadiya bintul vaqif desak bo'ldi. Ikki yo'l durus. Wal hazf ma'a faslin bi illa fuddila. Agar bu fasli fillan fa'ilning o'tirib fasl ayirib o'tilish illa bilan bo'lib qolganda muannas keltirishimiz, maslashtirmaslik filni muzakkar keltirish, fa'il muannas bo'lsa-mu filni muzakkar keltirish afzaldir. Fuzzila afzal qilindi. Masalan, ma zaka illa fatatun ala degan o'xshash. Alaning o'g'lining Patatutni al-alaning o'g'lining qizi Zaka bo'ldi. Zaka ay saluha ma'nosida pokiza bo'ldi, salih bo'ldi desak, ala o'g'lining ibn alaning qizi salih bo'ldi. Zirak bo'ldi, salih bo'ldi desak, mishada o'tirib fasl illa bilan bo'ldi. Bunda ma zakat kelishi durus, lekin ahsan qismi ma zaka kelishi. Chunki bu fasl illa bilan bo'ldi. Nimishkim bu illa bilan fasl bo'lsa, mushunda afzal hisoblanadi. Qolgan chaqda emas ekan desa, asli bu yerda ma zaka ahadun illa fatatubni ala degan bo'ldi. Alaning qizidan boshqa hech qandaqadan salih bo'lmadi, zirak bo'lmadi illa ibn alaning qizi deb asli fa'il mustasna minhu fata asli fa'il bo'lgan mustasna minhu bo'lgan ahaddan badal deb qarilgan bo'lg'achqa shon buningda illa bilan bo'lganda muannas keltirgandan muzakkar keltirish ahsan, shuni ta'na tashlutish afzal deb qaraymiz. Mesela onundan başka şu illa bilen lekin bu gayda şu afzal qism ma sama illa Fatima. Ma samet illa Fatima din afzaldur ma sama illa Fatima. Wal hazf qad ya'd bila fasl wa ma' damir zil majaz fi shi'rin waqa. And fasilsizmi hazf ba'zi chaqda keladi. Ba'zi chaqda fasil kamima hazf keladi. Bu bak shaz. Ash-shaz yuhfaz va la yuqas. Shaz degan esimizga saqlab elevinadigan, lekin uning ikkinchi bir narsa qiyos qilinmaydigan narsani ko'rsatib bir qoida. Bu shaz ma'nahu az yuhfaz va la yuqas. O yatqi elevinadi. Ama shunda bir keldigan yer bor. Lekin buningga Palayada munda kelgan, mavmu shunda keltirilib, uni ikkinchi bir narsa qiyos qilib o'qishtirib keltirilmaydi.
Şuna şaz halatda kılıdı, pestisiz müşündak halatda taşlılıp kıldıgan ahvallar var. Kâgen bolsa, müşü şaz kaydıyken deyimiz, biz bunun işkince bir nesini okşatmayımız. Ve ma'adamir zil mecazi bi şi'rin. Biz bayan dedik beşte, eğer pilinin faili zimir mustatir olup, mecazi muannes kaysa, pilinin muannes kilişi vacip, ya pilinin faili zimir mustatir olup, hakiki muannes kaysa, o çadı pilinin muannes kilişi vacip dedik. Yani muş kaide şiirlerde buzulup gidiyor değil. Mecaz igisi boğan zimirde şiirlerde o ta'nın taşlanışı, pilinin muzekker kilişi mevcut buldu. Ma'adamir zil mecazi fi şiirin vaka. Şiirde mecaz igisi boğan, yani mecazi muannes igisi boğan zimirlerde o ta'nın taşlanışı keldi değil. Şimdi mesela bir şiirde vel arze ebqala ibqalaha ve la arda ebqala ibqalaha. Nişana ebqalanın tekidikisini erzli kaydıdı. Erz degen bu mecaz muannas. Anda oğan ki bununla ebqalat dep gelsi öttü. Ebqalat dep gelmi, ebqala dep geldi. Bu şiir zürriyetle bu ikinci münasır. Şiirde kelgen nasini, bu şiirde kelmegen nasike delil kıp keltirgili olmaydı. Şiirde mi şuna kıldan ahvallah var. Yine şu failini pilgin baslaştırmayı keltirsek mutkan urulladın. Vetta'u ma'a cem'in sives salimi min muzekkerin ketta'i ma'a ihdel lebin degen koşuş. Ta cem'i taşınıdı muzekker, cemi muzekker salının başka her kandak cem'i taşıdı ki ta lebinin birlikedeki ta'ga okşaştır. Bekne aval tercüme kıldı. Etta'u ma'a cem'in sives salimi min muzekkerin ketta'i ma'a ihdel lebin. Cemi muzekker salimden başka cemilerdeki ta, cemi muzekker salimden başka cemiyulen kâgen çağdaki ta, lebinin birlikideki ta okşaş dedi. Bu ne bilgen gap dese, adette cemi muzekker salimden başka cemiler pilinin payı olap gelgende onun tasını sözlesek mi buludu ya ki taşlıvasak mı buludu? Yani cemi muzekker salimden başka cemiler pilinin payı olap gelgende pildi muannesinin tasını keltürüsek mi buludu? Keltürmüsek mi buludu? Bu xuddi labinin birlikideki ta'ga okşaşlığımız labinin birlikideki labinetun. Labinetun degen labinun birlikte labinetun labin hamxiş deganini bildirdi. Hamxiş. Adette öy saatgan qishlarni pishiramiz. Xumdallarda pishirdi. Pishirishning oldida buni hamxiş deymiz. Adette hamxishni labinetun deymiz birlikini. Masalan saqata al-labinatu. Saqatat al-labinatu ikkisi o'xshash. Saqata al-labinat saqatat al-labina deb kasi bo'laveradi. Endi muşun xuddi pilning faili mecazi muannas olsa, pilning faili mecazi muannas olganda pilni muzakker keltirsak mi bo'ldigan, muannas keltirsak mi butdi. Shuning o'xshash cemi muzakker salimdan boshqa jamila pilning failab kelsa, muzakker keltirsak mi bo'ldi, muannas keltirsak mi bo'ldi demakchi. Endi cemi muzakker salimdan boshqa cemi deb qandaq cemini deymiz? Cemi muzakker salimdan boshqa cemi muannas salim. Cemut taksir meyli aql olsun ya ki gayri aql olsun o'xshash cemut taksir. Cem'ul isim. Mümkün süpürü. İsmul cem'i deyimiz. İsmul cem'i. Mesela rakbu o'xshash, qavmga o'xshash, taifga o'xshash. Bular maqsad qilinadi. Muşunun o'xshash cemiler maqsad qilingan. Masalan, biz bunu bayan deb bo'ldik.
Ja'a ar-rijal, ja'a an-nisa, ja'atir rijal, ja'atin nisa deganga o'xshash. Jamoat taksirlab kelgani. Cem muzakkar muannas salim bo'lib kelgani. Masalan, odatda cem muannas salim bo'lib kelgani. İlip bilan jami qilingan mushunga qator kirib turadi. Ja'at al-muslimatu, ja'a al-muslimatu deb kelsa bo'ladi. Ja'a talhatun, ja'at talhatu deb kelsa bo'ladi. İlip bilan jami qilingan jami muannas salim shaklda jami qilinganlar bu mushunga qator kirib turadi. والحذف بنعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. نعم الفتاة taşlaşını çıraylıqsan dedi. Ni'mal fatatta taşlaşını çıraylıqsan dedi. Taşlamışsa qanday qildi? Ni'mat el-fatatu, ni'ma el-fatatu ikki yo'lduruz. Lekin ni'ma el-fatat ahsandur, ni'mat el-fatattin. Nimishqa desa buningda mush el-fatatta cins maqsad qilinganligi aniq bo'lganligi uchun fatattin bir qiz maqsad emas, fatattin qiz jinsi maqsad qilingan. Ajab yaxshi qiz. Mush qiz jinsi. Ajab yaxshi qiz jinsi bu falan Fatima deganga o'xshash. Ni'matul fatat Fatima desak Fatima ajab yaxshi qiz jinsi bu degan bo'ldi. Masalan, ni'mal yoki ni'matul ana ajab yaxshi dedik. Biz muayyan bir ana maqsad emas, ana jinsi ajab yaxshi demakchi. Shuningda jins maqsad qilish aniq bo'lganligi uchun shuni buni biz muzakkar keltirsak bo'ldi, muannas keltirsak bo'ldi. Endi qo'shib qo'yishga arziydigan yana bir gap, biz bayam mush jam muzakkar salimda boshqa qanday jami dedik. Chunki muzakkar keltirganda bu jami muzakkar jamilardan jam'un jami degan so'z irada qilinadi, shu muzakkar keltiriladi. Muannas irada qilganda jamoatun qiyos qilinadi, shunga muannas keltirsin bo'ldi deb qaraydi. Masalan, ja'ar rijalu deganda ja'a jam'un minar rijal, erlar jamoasi to'pi keldi degan, erlar to'pi keldi degan bo'ldi. Ja'at ar-rijalu deganda ja'at cemaatun minar rijal, erler cemaat geldi deyimiz. Yani caat en-nisa deb kelganda caat en-nisa kelganda caat cemaatun minan-nisa. Ama caa en-nisa kelganda caa cem'un minan-nisa deb keldi deb bunda qaraymiz. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz fa'il ve mef'ulun bihlanın tertibi. Fa'illen mef'ulun bihlanın qandaq tertibi var degan haqida to'xtalamiz. Bunun tertibi tuvandagidek bo'ladi. Wal aslu fil fa'ili ay yattasila wal aslu fil mef'ul an ay yanfasila. Wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yaji'ul mef'ul qabla al fi'li. Deyimiz. Fa'ildeki aslilik filg'i tutuşab kelish. Maf'ulun bidagi aslilik fa'ildan keyin kelish. Yani fildan ajrab kelish deganimiz fa'ildan keyin kelish. Wa qad yuja'u bi khilafil asli. Ba'zida u mush aslining xilofi bilan keladi. Fa'il fa'il keyin maf'ul ilgari keladigan ahvol bor. Mushuk aslining xilofi deganimiz fa'il keyin maf'ul ilgari keladigan mush aslining xilofi bilan keladi. Va qad yaji'ul maf'ul qabla al-fi'l. Ba'zida maf'ul tahi fi'lning oldiga chiqadi. Fa'ilning oldiga chiqadi, hatto fi'lning oldiga keladigan ahvol bor. Masalan, asli qoida bo'yicha misol keltirsak, biz odatda akala Muhammadun xubzan desak, buni bu tartib. Akala Muhammad xubzan. Muhammad fa'il,
xubzan maf'ul buni tartib bo'yicha keldi. Bu o'zgarib mana fa'il keldi, undan keyin maf'ul keldi. Bu ba'zi o'zgaradigan ahvollar bor. Akala xubzan Muhammadun bitqan ahvollar bor. Bu ba'zi o'zgarib yana al-xubza yoki xubzan akala Muhammadun. Xubzan akala Muhammad bunda qilgan ahvollar bor. Bu tartib o'zgarib kelish ahvollari bo'ladi. Shunga ba'zi chaqda mushundaq kelish joiz. Vacib kin keltirish vacib bo'lgan, fa'ilni kin keltirish vacib bo'lgan, yoki maf'ulni kin keltirish vacib bo'lgan, yoki ilgari keltirish yoki kin keltirish vacib bo'lmagan joyning hammasida durust bo'ladi. Durust. Ammo maf'ulun bihni filga ilgari keltirish odatda agar fil ilgari keltirish durust bo'lmaydigan ahvollar bor. Maf'ulun bihi filni ilgari keltirish durust bo'ladi dedik, ammo barcha durust bo'lmaydi. Agar maf'ul fil nuni ta'kidlangan bo'lsa, o chaqda maf'ulni ilgari keltirsak bo'lmaydi. Ikkinchi birisi fil lamul ibtido bilan ta'kidlangan bo'lsa, yoki fil lamul qasam bilan boshlangan bo'lsa, yoki qallama deb kelgan qallamaning oldida yoki sin savublarning oldida qatning oldida rubbamalarning oldida buni maf'ul oldida kelmaydi. Fil rubbama bilan kelgan bo'lsa, savub bilan kelgan bo'lsa, qat bilan kelgan bo'lsa, fil qallama bilan kelgan bo'lsa, yoki fil lamul qasam bilan kelgan bo'lsa, yo lamul ibtido bilan kelgan bo'lsa, yo fil nun ta'kidlangan bo'lsa, bunda chaqda bunda fillarning maf'ulun bihi filning oldida kelmaydi. Unda bo'lmagan holatlarda fil chuqum fa'ilning oldida kelsa bo'ladi. Nima? Filning oldida kelsa bo'ladi. Endi navbatda biz maf'ul fa'ilga ilgari kelsa bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Bayan misol keltirdik. Endi bu maf'ulning filga fa'ilga ilgari kelishi vojib bo'lgan o'rinba bu navbatda chiqadi. Endi masalan ba'zi chaqda maf'ul ilgari kelsa bo'lmaydigan ahvollar kelib qoladi. Yana birisi maf'ul fildan ilgari kelishi vojib bo'lgan o'rinlar bor. Endi maf'ul fildan ilgari kelishi vojib. Fa'ildan ilgari kelishi vojib bo'lishi uchun maf'ul ilgari kelishi vojib. Masalan, fil mushu maf'ul fildan ilgari keladi. Agar shu maf'ul sidar kalam bo'lsa, ismi istifhamga o'xshash sidar kalam jumlaning beshidan o'rin tutgan so'zlar bo'lgan bo'lsa, ismi istifhamlarga o'xshash, ismi shartlarga o'xshash. Bunda bo'lganda chuqum beshta kamisi bo'lmaydi. Maf'ul filning oldida kamisi bo'lmaydi. Masalan, man ra'ayta kimni ko'rding desak, man degan o'shada maf'ulun bihi ilgari kamisi bo'lmaydi. Yoki u filning amili, maf'ulning amili amma shartiyaning javobidagi fa'ul jazodan keyin kelgan bo'lsa, bu chaqda chuqum amilning odatda filning oldida maf'ulun bihi filning oldida bo'lishi vojib. Masalan, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar desak, mehr al-yatimning taqhar degan omildan oldida kelishi vojib bo'ladi. Nimishqa bu yerda al-yatima fala taqhar degi, fa'ammal yatima fala taqhar degi, yatimning omili taqhar degan omil fa'ul jazodan keyin kelgan. Bu fa'ul jazo qasi ammaninki amma shartiyaning javobida kelgan fa'ma va fa mushi fa'dan keyin kelgan, lekin amma shartiyaninki fa'ul jazoning javobida kelgan, lekin buning omili maf'uli chuqum shu filning oldidan chiqadi, o'tirdi, fasil bo'lmaganlik uchun. Nimishqa agar keyin kelib qolsa fa'amma fala taqhar al-yatima olib qoldi. Chunki amma shartiya bilan fa'ul jazo bir yerda kasb bo'lmaydi. Üçüncü birisi mef'ulun bi zimri munfasillar, mef'ulun bi zimri munfasillik taqdim ve ta'khir orqali taxsis maqsad qilingan bo'lsa, bu chaqda mef'ulun bi ilgari kelmasi olmaydi. Masalan, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Endi bu na'budu iyyaka
nesta'inu iyyaka deb kelmaydi. Na'buduka nesta'inuka deb keladi. Biz maqsad bu yerda zimiri munfasilni maf'ulun bih qilib, shu zimiri munfasil bo'lgan maf'ulun bihni ilgari keltirish orqali taxsis maqsad qilmoqchi bo'lgan. Asl taxsis. Ya'ni taxsis degan nima desa, bir shayni yana bir shayga xos qilish maxsus usul bilan. At-taqdim ma huwa at-ta'khir yufidu at-taxsis degan qoida bo'yicha maf'ulun bihni oldida keltirish orqali ya'ni taxsis xoslash maqsad qilingan bo'lg'achqa, shu vaqtda maf'ulun bihni ilgari kilishi vojib bo'ladi. Endi maf'ulun bih ilgari shu fe'ldan ilgari kilishi vojib bo'lgan o'rinlarni ko'rdik. Anda da maf'ulun bih ninki shu vojib bo'lmagan holatlari hamda shu ilgari fe'lning oldida keltirish vojib bo'lmagan holatda joiz aylanadi. Masalan, fariqan kazzabtum va fariqan taqtulun o'xshash bo'lsa bular urudi. Joiz shunga o'xshash. Shunga biz fe'l maf'ulun bih fe'lga ilgari kilishi vojib bo'lgan o'rinlarni ko'rdik. Joizga misol ko'p. Endi tövende maf'ulun bihni keyin keltirish vojib bo'lgan. Biz bayan maf'ulun bihni ilgari keltirish vojib bo'lgan o'rinni so'zladik. Maf'ulun bihni keyin keltirish vojib bo'lgan o'rinni so'zlaymiz. Wa akhiril maf'ula in labsun huzir. Aw uzmira al-fa'ilu ghayr munhasir. Maf'ulun bihni keyin keltirib elishib qilishdan qo'rqalsa. Fe'l bilan fa'il bilan maf'ulni arg'ilolmaydigan holat shakllanib qolsa, maf'ulun bihning keyin kelishi, fa'ilning ilgari kelishi vojib bo'ladi. Qachoniki maf'ulun bihning keyin kelishi vojib bo'lgan, fa'ilning ilgari kelishi vojib bo'ladi. Fa'ilning keyin kelishi vojib bo'lgan, maf'ulun bihning ilgari kelishi vojib bo'ladi. Shu akhirul maf'ul in labsun huzir. Maf'ulun bihning qasının maf'ul ekanligi, qasının fa'il ekanligini elishib qilishdan qo'rqalsa, in labsun huzir elishib qilish qo'rqalsa, maf'ulun bihni kim keltiring. Masalan, bu elishib qilish qo'rqilgan 3 xil holatda iltibos shakllanib qoladi. İltibos shakllanib qilishi odatda ammo elishib qilishdan qo'rqilish hosil bo'lmasicha unda qilmasin bo'ladi deymiz. Masalan, akrama İsa Musa. Akrama Musa İsa desek qasi fa'il, qasi maf'ul. Buni uqul olmaydi. Agar qarina bo'lgan bo'lsa, bo'laveradi. Hozir 5-kagini filga yonishgagini fa'il, uning linkini maf'ul bo'ladi. Asli tartib bo'yicha hukm qilib ma'namiz avvalan fa'il kilish, ondan keyin maf'ulun bih kilish degan tartib bo'yicha akrama İsa Musa deb ma'namiz. Ammo qarina o'rab qolsa-chi, avval fa'il keyin maf'ulun bih ilgari kelsin bo'ldi. Chunki İsa Musa ikkisi ism maqsur bo'lganligi uchun i'rob oshkor bo'lmaydi. I'rob oshkor bo'lmagan bo'lsa-mu, maf'ulun bihda zibar oshkori, fa'ilda pesh oshkori kelmasa-mu, qarina bo'lsa bu. Qarina ikki xil bo'ladi. O qarina bir dalolat qilib beruvchi qarina lafziya yoki qarina ma'naviya bo'ladi. Masalan, qarina lafziyaga bo'lgan misol wa'azat İsa Leyla. Wa'azat İsa Leyla. Endi wa'azat İsa Leyla'da qas fa'il, qas maf'ul. Leyla fa'il bo'ladi, İsa maf'ul bo'ladi. Fa'il maf'ullik alomat oshkor bo'lmasa-mu, qarina lafziya baki wa'azat deb filning muannas kelganligi, ta kelganligi, bu filning fa'ilining mishara muannas kelganligi, u muannas Leyla, anda bo'lsa bu yerda fa'il Leyla, İsa maf'ulun bih deb qaraladi. Ammo qarina ma'naviy bo'lsin bo'ldi. Kasaral asa Musa desak, kasaral asa Musa. Endi Musa tayoq hasini sundurdi desak, mishada hasi Musani sundurmaydi. Musa hasini sundura oladi. Anda bo'lsa, bu yerda qarina ma'naviy hisoblanadi. Asa maf'ulun bih, Musa fa'il deb qaraladi. Mana bu 3 o'rinda
mef'ulun bihini kin keltiriş vacip. Onun birincisi işkinin fail ve mef'ulunun kaskerliki i'rab aşkar olmalıktın. Kiliş alametleri, merfuluk alametleri, faaliyelik alametleri aşkar olmalıktın. İlişip kalıştın korkulgan çağda avval fail, onun için mef'ul keltirimiz. Ama karine olsa onda kılmasak mı buludu? İkincisi, fail zamir muttasil olup mef'ulun bir ismi zahir olsa, fail zamir muttasil olsa, fail zamir muttasil mef'ulun bir ismi zahir olganda çokum fail mef'ulun birini keltiriş vacip. Çünkü failin bir keltiriş vacip buldu da bunda. Mesela atqantu al-amala. Atqantu. Men amelni puxta qildim desek, mishada al-amala mef'ulun bi keltiriş vacip. Çünkü fail atqantu tu zamir muttasil. Bo'lgandan keyin bu yerda buni atqana al-amala ana deb keltirsak bo'lmaydi. Ama illa bilan istisno qilingan bo'lsa, atqana al-amal illa ana bo'lgan bo'lsa, u chaqda chuqum muzakkar keltirish vojib bo'ldi. Shu ma'noda hozir atqantu al-amal maf'ulun bihi chuqum kim keltirish vojib. Üçüncüsü maf'ulun bi innama yoki illa bilan hasr qilingan bo'lsa, hasr degan nima desa, taxsisu shay'in bi shay'in bi tariqatin maxsusa. Maxsus yo'l bilan, maxsus bir usul bilan bir şeyini yeni bir şeyge xaslashtirish degan bo'ladi. Anda bo'lsa, mana bu maf'ulun bihni keyin keltirish vojib bo'lgan o'rinning uchinchisi tuvandagi baytda ifodalanadi. Va ma bi illa aw bi inna man hasar akhir vaqt yasbiqu in qastun zahar. İlla bilan yoki innama bilan hasr qilingan narsani keyin keltiring. Ba'zida maqsad oshkori bo'lsa, o illa bilan hasr qilinguchi maf'ulun ilgari keladi. Anasa va ma bi illa aw bi inna man hasar. Illa bilan hasr qilin maf'ulun bi illa bilan hasr qilingan bo'lsa, chuqum maf'ul bihi keyin keltiramiz. Fail illa yoki innama bilan nasr qilingan bo'lsa, chuqum buni keyin keltirishimiz vojib bo'ladi. Demak, bu yerda va ma bi illa aw bi innama dedi, illa bilan nasr qilingan narsa yoki innama bilan nasr qilingan narsa ni axir kim keltirilgani illa bilan nasr qilinguchi ya fail bo'ladi, ya maf'ulun bihi bo'ladi, ya uning g'ayri bo'ladi. Innama bilan nasr qilinguchimi yoki fail bo'ladi, ya maf'ulun bihi bo'ladi, ya uning g'ayri bo'ladi. İşqib, lekin ma bizning maf'ulun bihining babi, ma fa'il maf'ulun babi. Fa'ilni kim keltirish vojib? Innama yoki illa bilan fa'il asr qilingan bo'lsa. Maf'ulun bihini kim keltirish vojib? Agar maf'ulun bi innama yoki illa bilan asr qilingan bo'lsa, ne bilan asr qilinsa, shuni kim keltirishimiz vojib bo'ladi. Anda bo'lsa, fa'il asr qilingan bo'lsa, maf'ulun bihini ilgari keltirish vojib bo'ldi. Masalan, biz bunga misol keltirsak, ma yanfa'ul mar'a illa al-amal as-salih. Ma yanfa'u al-insana illa al-amal as-salih. İnsanga faqat amali salih manfaat beradi desak, bu yerda illa bilan asr qilingani fa'il bo'lg'achqa maf'ulun bihi ilgari kelishi vojib, fa'ilning kin kelishi vojib bo'ldi. Endi agar innama bilan asr qilinsa kim keladi? Innama yanfa'ul insana al-amal as-salih deganga o'xshash. Shunga nima illa bilan asr qilingan narsa fa'il bo'lsa, fa'ilni kim keltiramiz? Hasr qilingan narsa maf'ulun bihi bo'lsa, maf'ulun bihni kim keltiramiz? Endi maf'ulun bihni asr qilgan odatda misollarni chiqamdi desa chiqadi, uni aytib ko'p bo'ladi. Masalan, innama misoldan biz innama bilan kelganini ko'rsak, innama yazhabu Muhammadun desak, faqat Muhammad boradi. Berish faqat Muhammadlan xos qilindi.
İnnema yezabu Muhammed. Ma'nada maf'ulun bihi yok endi. İnnema ya'kulu Muhammedun khubzan. İnnema ya'kulu Muhammedun khubzan. Muhammed faqat non yeydi desek, non yashga xos qilinadi. Chunki kim keldi khubzan. Agar biz fa'ilni xos qilmoqchi bo'lsak, qasr qilmoqchi bo'lsak, innama ya'kulu khubzan Muhammadun. Nonni faqat Muhammad yeydi deganga o'xshash. Uchtakasi bo'ladi. Demak, qaysi asr qilinsa shu bo'lsa bo'ladi. Endi vaqad yasbiqu in qasdun zahar. Agar qaysining hasr qilinguchining qaysi ekanligi aniq bilinsa, in qasdun zahar. Hasr qilingan so'zning mahsurun alayning qaysi ekanligi aniq bilinsa, oshkora bo'lsa, burun kasim bo'ladi. Kim ilgir kasim bo'ladi. Masalan, biz bayon dedik. Ma yanfa'ul insana illa al-amal as-salih dedik. Bu amali salih mahsur, hasr qilingan narsa. Ilgir kasim. Ammo shart chuqum illa bilan nasr qilingan bo'lishi kerak. Innama bilan bo'lsa bo'lmaydi. Illa bilan nasr qilinganda illa bilan bil ilgir kasim bo'ladi. Masalan, qanday kasim bo'ladi? La yanfa'u illa al-amalu as-salihu al-insana. İnsanga faqat amali salih manfaat beradi degan bo'ldi. Mana bu yerda hasr qilingan so'z illa bilan bo'lib, illa bilan billa oldiga chiqsa bo'ladi. La yanfa'u al-insan illa al-amalu salih. Olmishib la yanfa'u illa al-amalu salih insanan deb kelsa bo'ladi. Bu yana keyinda biz shu istisno babida bir qatim o'tirib qo'yiladi. Istisno babida bo'lgan bunda o'tirib qo'yiladi. Istisno babida mustasna minhuning oldida kelsa bo'ladi, bo'lmamdi degan babda o'tirib qo'yiladi. Mustasna minhuning oldida kelsa bo'ladi. Mustasna odatul istisno bilan birga kelgan bo'lsa, oldiga o'tgan bo'lsa deganga o'xshaydi. Shuni dal shuning gapi. Biz bu yerda hasr babini o'tirib qo'ydik, yana bir vaqtda istisno babini o'tirib qo'yamiz bu gapni. Mana shu. Shunga vaqad yasbiqu in qasdu zahar degan shu illa bilan hasr qilingan so'zdan bo'lgan maqsad aniq bo'lganda, qaysining mahsurun alay ekanligi aniq bo'lganda, mahsur illa bilan bo'lgan mahsur illa bilan birga qo'shilib shu oldida kelsa bo'ladi. Masalan, biz innama bilan misol keltirsak, maf'ulun bihni chuqum hasr qilingan narsa kim keltirmoqchi bo'lgan? Ma ya'kulu Muhammadun illa khubzan desak, Muhammad faqat non yeydi dedik. Mishada maf'ulun bih illa bilan hasr qilinibdi, kim keldi? Endi Muşu maf'ulun bihi bilan hasr qilingan illa bilan hasr qilindi, maf'ulun bihi kim keltirish lozim bo'ldi. Mushuni oldida keltirib bo'lamdirsa bo'ladi. Ma yanfa'u illa khubzan Muhammadun. Muhammad faqat non yeydi deb mushuni misol keltirganga o'xshash. Bu mashhur holatda nurg'un baytlar kelgan. Buningda masalan arablarning bir she'rida bunda bir shoir bunday degan: ma'aba illa la'imun fi'lazi karam va la jafa qatn illa jubba'ul batala degan. Isil kishining, sahiy kishilarning, isil kishilarning ishpolitini faqat paskash aybladi. Qahramonlardan faqatlam qo'rqinchoq to'xu yuraklar yiroq bo'ldi debdi. Mana bu yerda asli ma'aba illa la'ibun zi fi'li ma'aba illa la'imun fi'li zi karimda illa la'in maqsurulay maqulun bi maqsuruga chiqib asr qilinga chiqib kim kelsa o'tdi. Lekin ilgiri keldi, illa bilan birga ilgiri kelsa bo'ladi, maqsad bilindi. Va la jafa qattu illa al-jubba'u bataladim shundoq.
Yine bir misal biz bayan keldik, bir misalni qo'shib qo'ysak, la yaqulul muslim illa sidqa. Musulmon faqat rost gap qiladi dedi. Musulmon mishada maf'ulun bi hasr qilinib kintilishi vojib bo'ldi. As-sidqa. Lekin maqsad aniq bo'lsa, musulmon deganning rost gap qilganligi aniq bo'lg'achqa, illa bilan qo'shilib as-sidqa degan maf'ulun bi oldingi kasi bilan tursa bo'ladi. La yaqulu illa sidqa al-muslim deb kasim bo'laveradi. Tamam. Endi tevendeki bey yana bunun ikki masala o'ttirib qo'yiladi. Odatda shu zimir qaytirish masalasi. Va sha'annahu khaf rabbuhu Umar va shazzahu zana nawruhu shajar degan o'xshash. Umar o'z parvardigoridan qo'rqdi. Zanu uning nuri, o daraxtning nuri daraxtni chiroyli zinnatlivatdi desak, buningda cho'ng ikki masala o'tirib qo'yildi. Xafi Rabbuhu Umarning o'qishi taraf ketdi, ko'p bo'ldi. Zani nuru shajarning o'qishi oz bo'ldi dedik. Ana sha'annahu xafi Rabbuhu Umarning o'qishi deb nimani deymiz desa, maf'ulun bi fa'ilga qaytgan zimirni o'z qatiga olgan. Maf'ulun bi fa'il qaytgan zimirni o'z qatiga olgan chaqda maf'ulun bihni ilgari keltirish, fa'ilni kin keltirish durust degan. Mesela xafa rabbahu Umar. Asli xafa Umaru rabbahu kasi bulamte butti. Xafa fiil, Umar fa'il, rabbahu maf'ulun bihi rabbumuza bozmur. Muzaf ilayhi olsun. Endi hozir maf'ulun bih fa'ilga qaytgan zimirni o'z qatiga atgan alat davom. Bu chaqda xafa rabbahu Umarga o'xshash maf'ulun bih fa'il qaytgan zimirni o'z qatiga olgan chaqda maf'ulun bihni ilgari keltirsak durust bo'ladi. Chunki rabbahudagi zimir oxir qaytib qolgan desangiz, lafzan Umardan iborat orqasi qaysimi? Martaba jihatda, daraja jihatda yana ham 5 qaytadi. Fa'ilning darajasi maf'ulning oldida edi. Shuning asosan, çünkü rabbahudagi zimir, rabbimiza bu zimir muzafillay lafzan oxir qaytdi, rutbatan, ya'ni daraja jihatda 5 ga qaytdi deymiz. Shunlashqa durust bo'ladi. Zimir martaba jihatdami, daraja jihatdami va lafz jihatdami, ikki jihatda oxir qaytsa bo'lmaydi. Mana bu shazlab. Masalan, xafa g'ulamuhu Umara desak, Umarning xizmatchisi Umardan qo'rqdi desak, xafa g'ulamuhu Umara desak, xafa muzaf fiil mazi, g'ulamu fa'il muzaf, g'uzmir muzafillay Umarga qaytdi, maf'ulun bihi. Lafzanmu Umar deb keyniga qaytdi, Umarga va martabadan maf'ulun bihi qaytdi. Bu shaz. Bunda qilsa, ha bu deymiz, shaz yuhfaz va la yuqas. Shuning asosan. Amma xafi rabbahu Umarga o'xshash maf'ulun bihi qaytgan, fa'il qaytgan zimirni o'ziga olgan bo'lsa maf'ulun bihi. O chaqda durust bo'laverdi, maf'ulun bihni ilgari keltirish, fa'ilni keltirsak bo'ldi. Buningdan yana bir masala tushunasakki, zimir labzan va martabadan oxir qaysi bo'lmaydi. Ammo labzan oxir qaysimi, martabadan besh qaysi bo'ladi deganni ko'rib olamiz. Ammo shazzin nahu zan nawruhu shajar deganning o'qishdan nimani tushunamiz deganda shu maf'ulun bihi qaytgan mishada fa'il maf'ulun bihi qaytgan zimrini o'z ichiga olganda bu chaqda fa'ilning kin kilishi maf'ulun bihining ilgari kilishi vojib. Lekin endi shu vojib tarkiblab zani nawruhu shajarga o'xshash bunda qolgan bo'lsa desa, bunda qolsa buni shaz deymiz. Xafa g'ulamu Umar bunda shaz. Ammo xafa Umara g'ulamu kilishcho durust bo'laveradi deb qaraymiz. Shunga bu shu zimir martaba jihatdan oxir qaysi bo'ladigan, nima martabada 5 qaysimi, lafzan oxir qaysi bo'laveradi degan bu bir masala va shundaqla bundaq vaqtda maf'ulun bihi ilgari keltirsak, fa'ilni kim keltirsak durust bo'lgan yana bir masala o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Shuning bilan bizningki shu fa'il haqidagi darsimiz bu shundan oxirlashdi.
Endi kimki dersimiz naibul fa'il haqida bo'ladi. Şunun şu fa'il haqidagi darsimizni yaxshi egallasak, naib fa'il haqidagi darsimiz nihoyat osonga tushadi. Kimki darsimiz naibul fa'il haqida davomlashadi. Allah xolisa kimki dars ko'rishli va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.